Assalomu alaykum parrandash qibozlari, kanalimiz a'zolari. Bugun xudo xolisa yana bitta video qo'yamiz. Chiroyli obzor bo'ladi xudo xolisa inshaalloh. Jo'jalarimizni 2,5 oylik bo'lib qoldi pashta. Jo'jalarimiz sotuvda. Bular Andijon qora jo'jalari. Svetimiz xiroroq bo'lgani uchun sal xiroroq chiqyapti menimcha. Xo'sh, mana holatlari, turishlari. Yaqinroqdan ko'rsataman. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmayman to'g'risi. Tepada ham bor. Har bitta kletkamizda 20 ta, 30 ta, bir xilida 40 tadan qo'yganmiz. Bu kletkamizda ham bor. Narigi birinchi kletkamizda boshqa turdagi jo'jalarimiz bor. Ularni ham xudo xolisa hozir obzor qilamiz. Xo'sh, Andijon qora jo'jalari sotuvda do'stlar. 2,5 oyligi. Ular hammasini sotamiz. Taxminan 400 tadan oshiqroq bor. Olamiz degan klientlarimiz bor edi. Bilmayman, ayrim sabablarga o'zlarini qandaydir muammolari bormi? Olamiz deyishdi, lekin telefon qilishmadi keyin. O'shaning uchun yana sotuvga chiqaryapmiz. Narxlarini 2,5 oyligiga 48 ming so'mdan qilib beramiz. Andijon qora jo'jalari. Parodasi shunaqa bo'ladi. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Videolarimizda, oldingi videolarimizda 42 ming, 45 ming, 47 ming qo'yilgan. Nima uchun narxi o'zgarib ketadi desanglar, yemi bor. Vitaminlar beriladi. O'shaning uchun hisobiga kuniga 500 so'mdan ustiga qo'yiladi. Shuni hisobiga narxlar o'zgaradi do'stlar. Shuning uchun bugungi kundagi narximiz xudo xolisa 48 ming so'mdan bo'ldi. Bu yoqdan ichkarida va hammasi. Sotuvda kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 12 ta viloyat dastavka qilib beramiz. Dastavkalarimiz отдельный pul bo'ladi. Videolarimiz tarqash uchun sizlarga yangi videolar chiqarganimizda borib turish uchun like, podpiskani bosib qo'yinglar kanalimizga. Sizlarga har xil yaxshi videolar chiqarib boramiz xudo xolisa. Endi mana bu yoqda Uxayli va Adlerskiy Sereberis turlarimiz bor. Bulardan 20 donadan qolgan. O'psha 40 ta bor ichida. Qoralarning hammasi Uxayli turi. Bular rangi ham, o'zi ham qora bo'ladi. 1 oydan oshgan, bular 1,5 oylik bo'lib qoldi. Adlerskiyimiz ham 1,5 oylik. Uxaylimiz ham 1,5 oylik. Tuxumlari yashil bo'ladi Uxaylini. Mana qoralarning hammasi Uxayli tur. Oqlari hammasi Adlerskiy Sereberis. Tozalaridan. Oyoqlari sariq. Ustida qora-qora chiziqlari hamma yog'i bor. Sog'lom jo'jalar. Xo'p, bu jo'jalarimizning narxini Adlerskiy Sereberisimizni 70 mingdan qilib beramiz. Uxaylilarimizni 55 mingdan qilib beramiz do'stlar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimizni videomizni pastida qoldiramiz. Bugun O'zbekistonning hamma joyida yomg'ir bo'lsa kerak, bizda ham yomg'ir. O'shaning uchun ko'chaga olib chiqmadik. Ichkarida qo'yib qo'yibmiz. Bularga issiqlik, temperatura shart emas. Hech naqa yopiq tom bo'lsa, bemalol o'zlari issiqligi ham yetadi. Har ehtimolga qarshi pechka qo'yib qo'yganmiz, lekin qo'shilmagan pechkamiz mana. Udinitilimiz pastga yotibdi, qo'shilmagan. Mabodo kechga sovuq bo'lib ketsa, pechka qo'shib qo'yamiz deb qo'yib qo'yganmiz. Hammaga rahmat do'stlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar pastdagi nomerlarga. Pastdagi nomerimizga Telegram bor.
Telegramdan ham yozsanglar bo'ladi. Chetda yurganlar bo'lishi mumkin. Telegram Rossiyadagi aka-ukalarimiz uchun, opa-singillarimiz uchun imo ham ochib qo'yganmiz. Hozir Rossiyada Telegram, WhatsApp yaxshi ishlamayapti ekan. Shu nomerda imomiz ham bor. Bemalol imodan, Telegramdan aloqaga chiqishlaring mumkin yoki to'g'ridan telefon qilishlaring mumkin. O'zim ko'taraman. Hamma savollaringga o'zim javob beraman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manzilimizni yana bir marta eslatib o'taman. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. 12 ta viloyatga dastavka qilib beramiz. Dastavkalarimiz отдельно hisoblanadi. Shu bugungi qisqa obzorimiz mana shu.